Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan hurmatli kuzatuvchilarimiz, bugun biz navbatdagi ish joyimizni aniq lokatsiyasi Andijon viloyati Bo'z tumaniga navbatdagi chiroyli fayzli xonadonimizga chiroyli qilib naves qilib berganmiz. Ushbu navesimiz haqida sizlarga qisqacha ma'lumotlarini berib o'tsak. Ushbu navesimiz gabrazdan tushgan, uyni holatiga moslab berganmiz. Bu devordan nari devorgacha bo'lgan razmerimiz общий uzinasi 39 metrli joy. Endi bu tarafimizniki 5,5 metrga, nari tarafimizniki 530. Общий kvadrati 217 kvadratli joy bo'ladi ushbu joyimiz. Materiallari haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, ustunlaridan boshlasak, ustunlarimiz 4 ga 4 profilda chiqqan, 4 burchak qilib chiqarib berganmiz. Ichiga lazerli gul, ya'ni 2 listda chiqarib berganman. Yonlariga chiroyli qilib 2 listda lazerli posonda kashab qo'yib berganmiz. Qoralarimiz tepa pasi 10 ga 5, ichlari lazerli gul qilingan. Firmalari tepa pasi 4 ga 2 profil, ichlari 3 ga 2 profilda, o'rtasiga lazerli gul qilib qo'yib berganmiz. Bu yerda yana yangilik narsalarimiz, xudo xolasa, korishneviy svetda leksan qatirib berganmiz. Rangi yangi chiqqan rangdan bu. Xudo xolasa, bu yerga juda uyga moslashib, juda chiroyli chiqdi. Teraskalarimizga moslab berganmiz bu narsani, rangini. Hurmatli kuzatuvchilar, bizning xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Kelishilgan holatda ushbu navesimizda 1 metr kvadrati 500 ming so'mdan uyning egasiga kelib to'xtadi. Hamma mahsuloti o'zimizdan, xizmati hamma yo'g'i ichida chiqadi. Chiroyli qilib bunaqa qilib landshaflarni qilib qo'yib, zeleniy zonalarni qilib qo'yib, bu yerga chiroyli qilib so'rilarni qo'yib, tabiatga qarab o'tirganga nima yetsin, hurmatli kuzatuvchilar. Uning uchun bunaqa qilib chiroyli qilib naveslarni qilsa bo'ladi. Uyga hovlini yog'in-chachinda bu yerlari quruq turadi. Qishlarda panada bo'ladi. So'rilarimiz, tapchanlarimizni qo'yib bemalol mehmonlarni nimalarni stol-stullar qo'yib kuzatsa ham bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilsalaring bo'ladi.